Hozir ona tili darslarimizda o'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida zanjir metodidan foydalanamiz. 3 ta guruhda 3 ta o'quvchilarimiz zanjir holatda turib olishgan. Demak, sizlar bilan biz fe'llarni zamonlarda qo'llanishini o'tyapmiz. Hozir 3 ta guruhga 3 ta zamonni beraman va o'sha zamonga oid bo'lgan so'zlarni berilgan vaqt ichida yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Qancha ko'p va xatosiz yozishingizga qarab guruhlar demak baholanadi. Tayyor bo'lsangiz, sizniki birinchi guruhga demak kelasi zamon, sizga hozirgi zamon va 3-guruhga o'tgan zamon fe'lini yozishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi topshirig'imiz? Unda tayyor bo'lsangiz, boshladik, vaqt ketdi. Qani? Oldu. Bir. O'quvchi berilgan ma'lumotni, ya'ni so'zlarni to'g'ri qilib o'qib berish kerak bo'ladi. Qani? Tayyor bo'lsangiz, birinchi guruhdan boshlaymiz. Guruhimiz demak qaysi zamon sizlarniki? Kelasi zamon. Kelasi zamon. O'qiymiz, qani? Yozmoqchi, ketmoqchi, kelmoqchi, qaramoqchi, o'qimoqchi, bo'yamoqchi, yig'lamoqchi. Demak, nechta so'z? 7 ta. 7 ta. Ikkinchi guruh nima edi? Qaysi zamon sizlarniki? Hozirgi. Hozirgi zamon. O'qiymiz. Yuryapti, o'qiyapti, kulyapti, yuguryapti, yozyapti, uxlayapti, kelyapti, turyapti, kulyapti. Nechta bo'ldi? 9 ta. 9 ta. Ketdik, 3-guruhga o'tamiz. 3-guruh sizlarga qaysi zamon tushdi? O'tgan zamon. Aha. O'qidi, ketdi, keldi, yozdi, bajardi, bordi, chopdi, intildi, jilmaydi, uchdi, sakradi, oldi. Juda ham yaxshi. Nechta so'z bo'ldi? 12 ta. 12 ta. Bularda 9 ta, bularda birinchi guruhda esa 7 ta. Demak, 12 ta so'zni yozib 3-guruhdagi qizlarimiz g'olib bo'lishda qancha chaqirib